Kemalarimizni ishlab chiqdik va ularni sinovdan o'tkazdik va ular bizga zarar yetkaza olmasliklariga aniqlik kiritgach, atrofni o'rganish maqsadida biz ulardan guruhlar tuzardik. Biz odamlarimizdan eng yaxshilaridan, eng faollaridan, eng ilg'orlaridan turli guruhlar tuzardik va biz ularni tadqiqot uchun sferamizdan tashqariga chiqarib yuborardik. Boshida bu narsalar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Ya'niki bizning qurol-aslahalarimiz, bizning texnologiyalarimiz juda ham foydali edi. Ya'niki unga hech qanday hujum ta'sir o'tkazolmas edi. Ya'niki hayvon zombiylarni ham hattoki kuydirib, kul qilib, yo'q qilib yuborayotgan edi bizning qobiqlarimiz. Va biz bunga haddan ziyoda ishonib qola boshladik va bir qancha muddat biz juda ham tinch yashay boshladik. 500-600 tadan 1000 tagacha yetgan edik va keyin esa biz shuni aniqlab yetdikki, o'sha zombiylar ham takomillashishga erishayotgan ekanlar, ular ham rivojlanayotgan ekanlar. Ya'niki ular bizning qurollarimizga dosh bera olish qobiliyatlarini paydo qila boshlashgan ekanlar. Biz buni inobatga olmabmiz, afsus. Bir necha oylar tinch o'tgan hayotimiz, bir necha oylar tinchgina o'tgan bu hayotimizga yana g'ulg'ula sola boshladilar o'sha zombiylar. Chunki endi ular bizning tizimlarimizga qarshi tura olish mumkinligini ko'rsatib qo'yishayotgan edi. Bizning birdan-bir choramiz yanada tizimlarimizni mukammalroq qilish edi. Biz o'z texnologiyalarimizga juda qattiq ishonib yuboribmiz va buning natijasida biz uchun juda muhim bo'lgan insonlardan, ilg'or guruhlarimizdan, o'z sohasida katta natijalarga erishgan olimu ulamolarimiz barchasidan ayrildik va keskin tarzda bir necha oy ichida, bir necha hafta ichida 1000 tadan 500 taga tushib qoldik. Chunki ular bizning texnologiyalarimizga qarshi tura olish